Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala, demak, birinchi variant 23-savol. 44 tondan 2 gram yog' to'liq gidrolizlanganda 48 gram bitta karbon kislotaning kaliyli tuzi hosil bo'ldi. Yog'ni aniqlang degan. Demak, yog'ni emas, bizda yog' kislotani glitserati deb aytishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bizda yog' kislota va glitserin o'rtasidagi triglitserat CH2OS. Va bulardan gidrolizlanish natijasida, ya'ni kaliy gidroksid ishtirokida gidrolizlangan. Natijada glitserin va RCOO kaliydan 3 ta hosil bo'lgan. Mana buni massasi yog'ning massasidan qanchaga farq qilayotganini aniqlab olamiz. Bu uchun bizda mana bu uchala qismda kaliy bilan almashganning hisobiga. Xo'p, bu demak glitserin asosini massasi 41 gram. Xo'p, 3 ta kaliyning massasi 3 ko'paytiramiz 39. 117 dan 41 ni ayirganimizda massa qanchaga ortish kelib chiqadi? 76. 76 gramga ortganda yoki 76 birlikka ortganda massamiz qancha bo'lishini aniqlashimiz kerak. Endi bizda qanchaga ortgan? 48 minus 44.2 barobar 3.8. Xo'p, endi 48 gram tuz hosil bo'lgan. 48 3 molligini hisobga olib, 48 ni bo'lamiz 3 ga. 16 gram. Ya'ni 3.8 gramda 16 gram 1 mol tuz hosil bo'lyapti. Demak 76x 76 ni 16 ga ko'paytirib 308 ga bo'lsak 320. Demak kaliyli tuzning massasi 320. Xo'p, 320 dan 39 kaliyning massasini ayirib 1 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda kislotamizni massasi kelib chiqadi. Bu 282. Xo'p, alin kislotani molekulyar massasi 282, demak alin kislotaning glitserati hisoblanadi.